Ya'ni intim yaqinlikda shunaqa ovoz chiqib ketib qoladi. Paq etgan intim kenglik sabab yoki jinsiy yaqinlikdan keyin og'riq bo'lishi. Bu muammoda siz yolg'iz emassiz. Assalomu alaykum aziz ayollar. Sizlar uchun judayam kerakli mavzuda dars tayyorladim. Ayni turmush qurgan ayollar uchun judayam manfaatli bo'ladi. Bu darsni oxirigacha ko'rsangiz, siz o'zingizga judayam ko'p bilimlar olib, darsni yakunlaysiz. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Sizni misol uchun yaqinlikda uyat qiynayaptimi? Shu savolni o'zingizga berib ko'ring. Ya'ni birinchi muammo, siz yaqinlikdan qanaqadir xavotir, qo'rquvda yaqinlik boshlaysiz. Ya'ni intim kenglik bo'lishi mumkin yoki havo chiqib ketib qolishi yoki haddan tashqari namlanib ketishi yoki bo'lmasam haddan tashqari qurib ketish holatlari. Bular sizni uyatli ahvolga olib kelib qo'yyaptimi? Yana ikkinchi qo'rquvimiz CD tomib ketib qolish qo'rquvi. Ya'ni bu ham nazoratni yo'qotib qo'yishi, CDni kontrol qila olmasligingiz. Yana uchinchisi munosabatlardagi sovuqlik. Ya'ni aytganimdek yaqinlikda qanaqadir noqulaylik bo'lib, siz hijolatli holatga, uyatli holatga tushib qolasiz yoki o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaydi. Bu muammo ham bo'lsa, albatta bu dars siz uchun. Bularni hammasiga yechim bor albatta. Qo'rqmang, siz bu muammo bilan butun umr qolib ketmaysiz. Xudo xolasa, eng oson va eng to'g'ri texnika orqali siz tez va oson natijaga erishasiz, o'zingiz kutgan darajaga erishasiz. Kutilmaganda har xil ovoz chiqib ketishi, ya'ni intim yaqinlikda shunaqa ovoz chiqib ketib qoladi. Paq etgan yoki bo'lmasam qanaqadir yel kelganga o'xshab ovoz chiqib ketishi. Bu muammo qayerdan kelib chiqadi? Ayni intim zonangiz kengayib ketgandan, manjetkadan boshlab ichkari keng holatdaligi uchun sizda shunaqa muammo bo'ladi. Ya'ni buni nomini havo chiqib ketishi deymiz. Havo kiradi ham va chiqadi ham. Tasavvur qiling, mana intim zona xuddi bitta shlanka deb olsak, mana shlanka, tor shlanka bo'lsa, unga siqilib kiradi va siqilib chiqadi. Agar u kengayishni boshlasachi, kengayib, shunaqa ichkari ancha kengayib qolsa, unda hech qanaqa siqilishsiz kiradi. Kirganda yonidan havo birga kiradi. Erkak intim zonasi mana ichkariga kirayotganda havo birga kiradi va birga chiqadi. Bu narsa ayni shu havo chiqishi deb ataladi. Intim zonadan shunaqa paq bo'lib ovoz chiqib ketadi. Havo bilan birgalikda qanaqadir ovoz chiqib ketib qolish holati. Bu holatda endi siz birdaniga qo'rqib ketasiz yoki birdaniga qanaqadir ichingizda shuvillagan his-tuyg'u bilan nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga doim shunaqa? Turmush o'rtog'im bu narsaga qanaqa reaksiya qilyapti ekan deb qanaqadir qo'rquvda yuziga qaraysiz turmush o'rtog'ingizni. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz past va turmush o'rtog'ingizga bu narsa yoqmaganini siz yuziga qarab turib bilib olasiz. Judayam qo'rquv, xavotirda yuziga qaraysiz. Endi qarang, bu shunchaki ovoz emas, ichkaridan kelayotgan belgi. Ichkaridan sizga uje intim zonangga qaramay qo'yding, sen shunaqa hijolat bo'laverasanmi deb signal kelayotganga o'xshaydi. Ya'ni intim zona biz manjetkaga qarab turib ichkari ham xuddi shunaqa deb o'ylaymiz, lekin ichkari ancha kengayib ketgan bo'ladi. Shuni bitta belgisi, intim zonaga havo kirib chiqishi shu belgi hisoblanadi. Bu ovoz chiqishi oddiy narsa emas. Bu eng uyatli, eng nozik masala. Bu muammoda siz yolg'iz emassiz. Bu muammoda judayam ko'p ayollar qiynalgan va bu muammodan xalos bo'lishgan. Aytmoqchimanki, faqat sizni qiynayotgan muammo emas, intim zona kengayishi judayam ko'plab ayollarda bo'ladi. Bu sizni eng og'ir holatga olib tushib qo'yyapti. Ya'ni ayollik energiyasi sekin pasayib boryapti va jozibangiz kamayib ketyapti. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz pasayib,
ayollik jozibingiz kamayib boryapti. Bu juda ham og'ir holat. Men sizlarni tushunaman. Shuning uchun ham bu darsni tayyorladim. Qarang, endi siz o'zingizga shu joyda savol bering. Meni nima eng ko'p qiynaydi? Menga eng ko'p muammo qaysi paytda to'g'ri kelyapti? Ya'ni muammoni qaysi biri meni ko'proq qiynayapti deng. Bachadon tushishimi, pastga tiqilib qolgan og'riqmi, ya'ni pastga tortishadigan bellaringiz, quvurlaringiz bilan полный pastga tortadigan og'riq qiynayaptimi? Yoki shu intim zonadan chiqayotgan tovushlar qiynayaptimi? Siz yaxshilab o'zingizga savol bering. Qaysi biri meni ko'proq qiynayapti deng. Eng yaqin bo'lib turgan turmush o'rtog'ingiz bilan qovushib birlashib ketgan paytda paydo bo'ladigan ovozlar qiynayaptimi? Yoki shu doimiy og'riqqa уже ko'nikib borganingizmi? Qaysi biri sizni ko'proq qiynaydi? Shuni aniqlab oling. Hozir o'zingizga savol berib, yaxshilab o'ylanib, ich-ichingizdan kelayotgan ovozni eshiting. Yana sizni yashirin qanaqadir azoblaringiz bor. Bularni qarang, CD tuta olmaslik deymiz. Hattoki yo'talganingizda, aksirganingizda, hatto kulganingizda, tezroq yurganingizda, o'tirib turganingizda qanaqadir CD tomib qolish holati, bu ovoz chiqishidan tashqari yoki bo'lmasam intim mushaklaringizni haddan tashqari bo'shashib ketgani. Shular ham ayol kishini ich-ichidan yemirib ruhiy azob beradigan azoblarimizga kiradi. Ya'ni biz juda ham qiynalib yashaymiz shu muammolar sabab. Eng katta qo'rquv nima bilasizlarmi? Bu ich-ichingizni yemirayotgan shu azoblar ichida yashash, doimiy qiynalib, stressda yashash va bu narsani hech kimga ayta olmaslik. Masalan, eng yaqin insoningizga ham ayta olmaysiz bu narsani. O'zingizni ichingizni yeb bitiradigan muammo. Bundan xalos bo'lishimiz kerak biz. Endi bu muammolar sabab siz o'zingizni yaqinlikdan olib qochasiz va turmush o'rtog'ingiz o'z-o'zidan sizdan uzoqlashadi. Bir-biringizni orangizga, eng yaqin insoningizni oranglarga, masalan, ikkalanglarning oranglarga shu parda tushib qolishi. Bu parda sizlarni ikkiga ajratib yuboradi. Ya'ni siz o'zingizdan qoniqmayapsiz va shunaqa har xil ovoz chiqishi, qanaqadir noqulayliklar sabab namlik ko'payib ketishi deymizmi yoki intim kenglik sabab yoki jinsiy yaqinlikdan keyin og'riq bo'lishi, shular sabab o'zingiz tan olmasdan, o'zingizdan o'zingiz qoniqmasdan o'zingiz olib qochyapsiz va turmush o'rtog'ingiz sizga qarab turib uzoqlashyapti. Masalan, u xohlamayapti, meni xohlamayapti deb turmush o'rtog'ingiz o'zini olib qochadi. Siz turmush o'rtog'imga yetarlicha zavq bera olmayapman, yetarlicha mendan qoniqmayapti. Shunga nima qilaman yana deb u kishini qiynab deb o'zingiz olib qochishingiz. E'tibor kamayib ketadi, bir-biringlarga bo'lgan e'tiboringlar kamayib ketadi. Qanaqadir bir-biringlarga sovuq nigohlar, tushunarsiz bir holatga tushib qolgansiz va yotoqxonadagi eng yaqin bo'ladigan joyingizda o'sha ikkiga ajralish. Bu juda ham katta fojia. Shunchaki xotin emas, qanaqadir bir majburan yashayotgan insonga o'xshab yashash. Ikkalanglar bir-biringlardan uzoqlashgansizlar, lekin majbur bitta joyda yotib, bitta joyda turasizlar. Qanaqadir o'rtada masofa bor. Endi ayol kishi intim yaqinlikda zavq umuman yo'qolgan, orgazm nimaligini his qilmaysiz. Prosta majburiyat yuzasidan o'zingizni majburlab jinsiy yaqinlik qilasiz. Turmush o'rtog'ingizga bu narsa seziladi, lekin shu tarzda yashab borasizlar. Bu muammoda faqat siz qiynalmayapsiz. Minglab ayollar, balkim 10 minglab ayollar bu muammoni, bu azobni ichida yashashyapti. Men Dilsora Avazbekovna, integrativ ginekolog hamda inti-fitness trener, 6 yillik tajribaga egaman. Bu muammodan minglab ayollar shifo topishiga, bu azobdan xalos bo'lishiga o'z hissamni qo'shyapman. Kuchli texnika orqali sizni shifo topishingizga, bu azoblardan xalos bo'lishingizga harakat qilamiz. Rossiya Federatsiyasida tahsil olib, Womlife akademiyasida Rumiya Minikayevani eng yaxshi shogirdlaridan biriman. 6 yil davomida o'z ustimda ishlab kelyapman
va bu muammolar qayerdan kelib chiqdi? Endi shifosi qayerda? Ildizi qayerda? Bu ildizi bilan ishlash uchun harakatdaman. Siz tushkunlikka tushmang. Sizda hali umid bor. Ya'ni intim zonani zo'r holatga olib kelish, bu havo chiqishi, bachadon tushishi, CD tutolmaslik va turmush o'rtog'ingiz bilan erkin yaqinlik qilolmayotgan azoblaringizdan qutqarish uchun menda yechim bor. Endi qarang, bu hech qanaqa dori-darmon emas yoki operatsiya stoli emas. Sizga berayotgan yechimim judayam oddiy va sodda. Xuddi gul kabi nozik texnika orqali siz bilan ishlaymiz. Ya'ni intim zonangizda hech qanaqa dori, operatsiya, lazer unaqa vositalarsiz oddiygina oson uyda yotib bajariladigan mashqlar orqali tiklaymiz. Ya'ni intim mushaklaringizni zo'r holatga olib kelib, sizni bu azobdan qutqarmoqchiman. Muammolarni ildiziga tushishimiz kerak. Ya'ni shu pastga tiqilayotgan bosim qayerdan keldi? Endi uni yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Ayni shu bosimni tepaga ko'tarib, tiqilib, osilib qolgan bachadonni tepaga ko'tarish uchun nima qilishimiz kerak? Va CD oqib ketishi, ya'ni tomchi-tomchi bo'lib oqib ketayotgan bo'lsa, buni endi qanday davolaymiz? Eng sizga kerak bo'lgan texnikalarni berib boraman va mashqlarni to'g'ri qilishingizni o'zim ta'minlab boraman. Ichkarida joylashgan muskul to'qimalar, ya'ni mushaklarni zo'r mustahkamlab, sizni sog'ayishingizga o'z hissamni qo'shmoqchiman. CD umuman tomib ketmaydi va bachadonni o'zini joyiga ko'taramiz. Oddiy texnika orqali sizni intim mushaklaringiz mustahkamlab, judayam tor, zo'r holatga olib kelib, havo chiqishidan ham umuman xalos bo'lasiz. Tiklanishni siri bor. Oddiy nafas olish. Ayni shu mashq qilayotganda nafasni to'g'ri olish, mashqni sirlari bilan sizga o'rgatmoqchiman va maxsus mashqlar shu uyda o'tirib yoki yotib bajariladigan mashqlar kompleksi. Ichki va tashqi o'zgarishni his qilasiz. Ya'ni sizni intim zonangiz faqatgina torayib qolmaydi, tashqarida osilib qolgan jinsiy lablar, qorayib ketgan intim zona xuddi hayot bag'ishlangandek ranglari tiniqlashib, intim zonangiz zo'r tortilib, lablar tortiladi. Osilib qolgan kichkina jinsiy lablaringiz tortilib, judayam chiroyli va go'zal holatga keladi. Ham sog'lomlashasiz. Ichki taraflama bo'lsa, intim mushaklaringiz zo'r tortiladi, taranglashadi. Ya'ni aytmoqchimanki, prolapslar tepaga tortiladi, bachadoningiz ko'tariladi, sizni CD bilan muammoingiz ham butunlay hal bo'ladi. Ya'ni pastdan qaraganingizda osilib qolgan ikkita go'shtchingiz umuman ko'rinmaydigan holatga olib kelamiz. Gormonal narushenyalar bo'ladi. Ayollarda bu judayam tez avj oladi. Gormonlaringiz bilan ham ishlab ketamiz. Ayni tuxumdonlarda joylashgan gormonlar hayz sikliga javob beradi. Bu va boshqa funksiyalari to'g'ri ishlashni boshlaydi. Gormonlarni bajaradigan vazifalari judayam ko'p. Ayni hayz sikallaringiz joyiga tushib, ovulyatsiya yaxshilanadi. Aytmoqchimanki, intim fitness mashqlari judayam sizga kompleks davo bo'ladi. Siz o'ylagan va o'ylamagan taraflama shifo topasiz. Siz uchun yangi imkoniyat, ayollikni qayta his qilish intim fitness mashqlarini kompleks kurs qilib tuzib qo'yganman va bu kurs yildan yilga yangilanib sizni oldingizga judayam bir idealniy darajada keldi. Ya'ni sizni unchalik ko'p vaqtingizni olmaydi, vaqt, joy, sharoit talab qilmaydi. Prosta uyda o'tirib yoki ishxonada o'tirib ham bajarishingiz mumkin. Uyga kelib yotib bajaradigan mashqlarni ham bemalol qilib 10-15 minut o'zingizga vaqt ajratsangiz, sizni sog'ligingiz tiklanib, ayolligingizni qayta his qilishni boshlaysiz. Bizni kursimizda eng sog'lom, eng effektivniy mashqlar tuzilgan. Ya'ni aytganimdek nafasni to'g'ri olamiz va mashqni to'g'ri bajaramiz.
Mashqlar YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda tiqilib yotibdi. Xohlaganingizni qilishingiz mumkin, lekin effekti garantiyalanmagan. Ya'ni sizga to'liq effekt beradi. To'liq sizni dardingizga shifo topishingizga sababchi bo'ladi bu mashqlar deb hech kim garantiya bermaydi. O'zingiz ham bajarib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. To'liq effekt ololmaysiz. Men aynan shuning uchun harakat qilaman, sizni to'liq natijaga olib chiqish uchun. Siz mashqni boshidan to'g'ri bajarishingizni ta'minlaymiz. Keyin bo'lsa to'g'ri qilingan mashqlar sekin-sekin effektini ko'rsatishni boshlaydi. Mushaklarimizni asta-sekin uyg'otamiz. Mashqlarni to'g'ri qilgan saringiz ichki mushaklaringiz tiklanib, sog'lomlashib boradi va biz sizni doim kontrol qilib tekshirib turamiz. Shunaqa qilib, kundalik hayotda bemalol ishlaringizdan ortib mashqlarni qilishingiz mumkin. Bu kurs sizga nima uchun kerak? Aytganimdek, har joydan pala-partish mashq qilib, befoyda mashqlarni qilib, vaqtingizni zoya ketkazmasligingiz uchun bitta ustozni qo'lidan ushlab, oxirigacha tezroq yetib olishingiz uchun kerak. Endi kursdan so'ng o'zingizga bo'lgan ishonchingiz qaytib, haqiqatda ayolligingizni his qilasiz. Siz muammolaringizdan butunlay xalos bo'lasiz. Boshida aytgan azoblarimdan, qiyinchiliklardan, hech kimga aytolmaydigan sirli muammolaringizni hammasidan hal bo'ladi. Hammasidan qutulasiz. Men maksimal darajada bu kursni soddalashtirib, 6 hafta 5 ta modul bilan ishlayman. Ya'ni sizga o'ta darajada soddalashtirib, tushunarli va uzoq vaqtingizni olmaydigan darajada tartiblashtirib qo'yganman. Bu 6 yillik bilimni shu 6 haftalik kursga jamladim. Bu kursni hozir tanishtirib o'taman. Undan oldin aytmoqchimanki, nima uchun men bularni ishonch bilan aytyapman? Chunki meni kursimda o'qib, o'rganib, mashqlarni qilib, minglab ayollar shifo topishdi. Ya'ni sababini qilamiz va natija biz kutgandan-da zo'r bo'ladi. Chunki aytganimdek, boshida biz to'g'ri mashq qilishni boshlaganimiz uchun, ichki mushaklarimizni topib, ularni ishlatganimiz uchun bizda effekt yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, mana bitta o'quvchimni odzivini o'zinglar o'qishinglar mumkin. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Men sizni xursand qilmoqchiman. Hali siqishlarni sinab ko'rmagan edim. Shu paytgacha masalan asosiy mashqlarni qilgan, lekin mushaklarni boshqarishni hali o'rganmagan qizimiz. Endi mana kecha sinab ko'rdim deb yozdi. Xo'jayinim bilindi, zo'r siqyapsan, qanaqadir tarang qilib turibsan dedilar. Kecha aytdim, o'qishni boshlaganimni, ungacha hali boshlanmadi deb yuruvdim. Bildirmay nimadir bo'lyapti deb yuruvdilar. Hamma o'rganganlarimni sinab ko'rdim. Eng xursand bo'ladigan joyim, har qanaqa pozada ham xo'jayinimga yoqdi. Oldin yaxshi derdi, menga yoqqani uchun shu pozada bo'lgani bilinardi. Kecha o'zlari ham maza qildim dedilar. Rahmat kattakon. Ilohim ilmlaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. O'quvchingiz bo'lishda davom etaylik. Yana bir bor rahmat deb yozibdi. Yana bitta o'quvchimni mana SMSlari. Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Rahmat, siz ham bergan, o'rgatgan bilimlaringizdan rozi bo'ling. Men mingdan ming roziman. Shu paytgacha bunchalik o'zimni sevmaganman. Siz sabab o'zimga bo'lgan ishonchim oshdi. Allohning o'zi sizni bizga yubordi. Ilohim martabangiz bundan-da baland bo'lsin. Effekti bomba bo'ldi. Barmoq mashqlarini ora-orada qilardim, lekin hozir har kuni qilishni boshlaganman. Uje hozirdan boshlandi so'rg'ich bo'lishni. Erim ham qanday qilyapsan deb shokdalar. Oldin bunaqa qiziqarli bo'lmas edi dedilar. Srazi bilindi lift mashqi. Biram o'zimni sevvoryapman. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rosa shirin so'z bo'lib qolgan. Xullas gapiraman desam gap ko'p. Allohimga shukr shu kunlarga yetkazganiga deb yozibdi. Turmush o'rtog'i уже ancha o'zgargan, muomalasi o'zgargan. Qaranglar. Bu kursda 5 ta modul bor. Ya'ni 5 ta modul orqali biz sog'ligimizni tiklaymiz. Avvalambor siz qaysi muammolardan xalos bo'lishingizni kursdan keyin
kurs davomida qanaqa muammolaringiz hal bo'ladi? Intim zonani kengligi birinchi o'rinda hal bo'ladi. CD tutolmaslik, orgazm ololmaslik, bachadon tushishi, PMS va hayzdagi og'riqlar, libido pasayib ketishi, ya'ni yaqinlikka xohish pasayib ketishi, bu muammolaringiz uje shu 6 haftalik kursimiz davomida hal bo'lishni boshlaydi. Sizga uje birinchi effektlari sezilib, CD tutolmaslikdan xalos bo'lasiz, intim zona zo'r torayishni boshlaydi. Orgazm ololmaslik degan muammodan xalos bo'lasiz. Keyin hayzdagi og'riqlar. Birinchi oydan uje ancha o'zgarishni sezasiz, ikkinchi, uchinchi oyda butunlay og'riq yo'qolib ketadi. Bu ham muammoingizga qarab. Ba'zi ayollarimiz birinchi oydanoq masalan mashq boshladi, birinchi hayzi kelganda uje yengillik his qilishadi. Prosta o'zgarib avvalgi holiga qaytib qoladi. Ya'ni umuman og'riqsiz hayz keladi. Va ba'zi ayollarimizda ikkinchi hayzida, ba'zi ayollarimizda uchinchi hayzida butunlay yo'qolib ketadi. Bachadon tushi ham asta-sekin ko'tariladi. Xudo xolasa, libido ham sekin-sekin tiklanib boradi. CD tutolmaslik bo'lsa, birinchi modulni o'zidayoq ko'p ayollarimizda umuman yo'qolib ketadi. Bu muammodan tez xalos bo'lishadi. Endi 5 ta modul, 40 ta video darslar, buni birdaniga qilasizlar degani emas. O'zim tushuntirib, yengil, oson shaklda sizlarga berib boraman. Sizni unchalik ko'p vaqtingizni olmaydi, qisqa vaqt ichida tezroq tiklanishingizga yordam beraman. Va kuratorim bo'ladi. Kurator sizni nazorat qiladi. Har kuni mashq qilayotganingizni kontrol qilib, tekshirib turadi. Men har bitta savolingizga javob beraman. Jonli darslar o'tamiz, savol-javob darslari bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni berib boraman va kurator sizni nazorat qilgani uchun siz tezroq natijaga chiqasiz, xudo xolasa. Birinchi modulimiz nima? Bizda rejalashtirish moduli, ya'ni biz hayotimizga mashqlarni olib kiramiz, maqsad qo'yamiz va unga qanday oson yetishishni o'rganamiz. Endi uyg'onish modulida bo'lsa, intim mushaklaringizni ich-ichingizdan his qilib, to'g'ri mashq qilishni o'rganib, bajarib boramiz. Birinchi modulda uje mushaklar bilan tanishdik, endi faollashtiramiz. Ikkinchi, uchinchi modullarda mana yaxshilab mashqlarni chuqur o'rganib, chuqur bajarishni boshlaymiz. Biz kuchliroq mashqlar orqali intim mushaklaringizga yaxshiroq ta'sir o'tkazib, tezroq sog'ayishingizni ta'minlaymiz. Endi 4-modulimizda siz bonus darslar ham olasiz va shu intim mushaklaringizni yaxshi boshqarishni yana ham boshqacha kuchliroq mashqlar orqali kuchaytirib boramiz. 4-modulda, 5-modulda bo'lsa, uje yaqinlikka tayyorgarlik ko'ramiz. Bu mashqlar orqali siz intim mushaklaringizni zo'r boshqarib, yaqinlik paytida uje sinab ko'rish imkoniyatingiz bor. Va bonusga berilgan modulimizda ayollik zavqi san'ati degan modulimizda bunda endi yaqinlikda mohirlik bilan intim mushaklaringizni boshqarishingiz o'rgatiladi. Bular orqali bemalol intim yaqinlikda sinab, yoringizni hayron qoldirishingiz mumkin. Mana oxirgi modulimizdagi mashqlar to'plami. Endi natija albatta zo'r bo'ladi. Siz kurs davomida uje natijaga chiqishni boshlaysiz. Kursdan uje birinchi moduldan effekt olishni boshlaysiz. Xudo xolasa, siz kurs davomida va kursdan keyin ham 1 oy kuratorimiz nazorat qiladi sizni, har kuni mashq qilishingizni ta'minlab, shuning ichida birinchi o'zingizni yengilligingizni his qilasiz. Ya'ni ayolligingizni boshidan his qilib, erkin nafas olib, nafas texnikalari orqali qabziyatdan ham xalos bo'lasiz. Ikkinchi, sizni natijangiz qayta tiklanganingizni ishonch bilan his qilasiz. Ya'ni ishonchingiz ortadi o'zingizga bo'lgan va bu muammolarning hammasidan xalos bo'lasiz. Endi 3-natijangiz bo'lsa, bachadoningiz albatta ko'tariladi. Ko'tarilishni boshlaydi. Kurs davomida uje 1 oyning ichida ancha ko'tarilganini ham his qilasiz. Kursda bizda yopiq Telegram kanal bo'ladi va boshqa ishtirokchilar bilan bemalol fikr almashib, bemalol gaplashishingiz mumkin bo'ladi chat gruppada. Kurator har biringlarni nazorat qiladi va savollaringizga o'zim javob beraman.
Xo'p, darslar onlayn formatda bo'ladi. Onlayn darslarni olib boramiz, lekin oflayndaqa rezultat bo'ladi, Xudo xolasa. Chunki biz boshidan sizni to'g'ri mashq qilishingiz, hattoki olayotgan nafasingizni to'g'ri olishingizni ta'minlash uchun sizni kontrol qilaman va tekshirib turaman. Shuning uchun fundament yaxshi qo'yilgani uchun u yog'i unchalik qiyin bo'lmaydi. Xudo xolasa doim sizlar bilan birga bo'laman. Jonli uchrashuvlar o'tkazib turamiz. Jonli uchrashuvda albatta sizlar bilan jonli muloqot qilaman. 2 marta bo'ladi bu. Endi men kursda dangasa o'zini ustida ishlashni xohlamaydigan, qanaqadir hafsalasi pir bo'lgan ayollarni kutmayman. Chunki bu kursda haqiqatan natija bo'ladi, faqat siz harakat qilasiz. Men 20% sizdan natijani talab qilsam, siz o'zingiz 80% amaliy mashqlar yordamida bajarishingiz kerak. Shunda ikkalamizni harakatimiz 100% bo'lib, siz natijaga chiqasiz. Faqat men sizdan talab qilaversam, lekin siz harakat qilmasangiz, unda natija bo'lmaydi. Shuning uchun ham men kursimda o'zini sog'ligini tiklamoqchi bo'lgan, haqiqatda kurashuvchan, intiluvchan ayollarni kutaman va o'ziga maqsad qo'yib, bu maqsad orqali erishmoqchi bo'lgan harakatchan ayollarimizni kutib qolaman. Mas'uliyatli, o'z ishiga javob beradigan ayollar bilan ishlamoqchiman. 3 ta boylikni qo'lga kiritasiz. Ya'ni bu o'zingizga qilgan kichkina sarmoya sizga 3 ta boylik olib keladi. Ya'ni sog'lom intim mushaklar va baquvvat intim mushaklarga erishasiz. Sezgirligingiz tiklanadi, jinsiy yaqinlikdan haqiqatda zavq olishni va zavq berishni o'rganasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi. Ya'ni ko'p aytaman bu narsani, spalniga qo'rqmasdan o'zingizga ishonib kirishni o'rganasiz. Ya'ni intim mushaklarida muammosi yo'q ayollar haqiqatda yorini, sevimli yorini oldiga o'ziga ishonib, o'zidan uyalmasdan, qo'rqmasdan kiradi. Yoniga boradi. Sizni qiynayotgan azoblar, qo'rquvlardan xalos bo'lasiz. Erkin nafas olasiz. Ya'ni siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz qaytib, muammolaringizdan xalos bo'lgan ayolga aylanasiz. Yaqinlikda sezguvchanlik oshgandan keyin, intim mushaklaringizni yaxshi boshqarganingizdan keyin уже rang-barang bo'lishni boshlaydi. Ya'ni sizga qizig'i qolmagan, yaqinlikdan sovib ketgan bo'lsangiz, o'rtanglarda parda bor dedim-ku, xuddi shunaqa parda bilan yashayotgan bo'lsangiz, bundan xalos bo'lib, haqiqiy, realniy hayotga qaytasiz. Xuddi yangi kelinlik paytingizdagidek, Xudo xolasa qiziqarli hayotga qaytasiz. Xo'p, intim zonani torayishiga erishasiz. Intim zona faqat torayib qattiq bo'lib qolmaydi, elastikligi oshadi. Ya'ni judayam zo'r cho'zilib, judayam zo'r qisqaradigan holatga qaytasiz. Baxtli oila albatta yaqinlikdan boshlanadi. Yaqinlikda, jinsiy yaqinlikda qanchalik erkak kishi ayol kishi bilan bog'lansa, shunchalik hayot qiziqarli bo'ladi va bir-biriga shunaqa bog'lanib qolishadi. Shu narsaga erishasiz. Ayni turmushingiz qiziqarli va baxtli o'tishiga erishasiz. Salomatlik va ichki kuchingiz ortadi. Buni tushuntirdim. Intim zona zo'r torayib, sog'lom holatga keladi va yosharadi. Bu deganim qarib, osilib, burishib, qorayib ketgan intim zonadan уже xalos bo'lasiz. Torayib, jinsiy lablar tarang holatga, ranglari tiniq qorayishlar ketib, ranglari tiniq holatga keladi. Bachadon tushishidan xalos bo'lasiz va sizni pastga tortayotgan og'irlikdan xalos bo'lasiz. Ayollik energiyangiz oshib boradi. Eringiz qalbini qaytadan zabt etasiz. Ya'ni turmushingiz уже sovuqlashib, uzoqlashib borgan bo'lsangiz, xuddi yangi kelin kuyovdek qaytadan uyg'onib, qaytadan tanangizni kashf qilgandek, boshqatdan yoshlikka qaytib qolgandek holatda yashashni boshlaysiz. Sizni nima to'xtatib turibdi?
Bu natijaga erishish uchun nima to'xtatib turibdi? O'zingizga savol bering. Ehtimol aytmoqchidirsiz, hozir pulim yo'q. Qayerdan sotib olaman? Bu kerak menga, lekin qayerdan sotib olaman? Pulim yo'q-u deyotgandirsiz. Yoki bo'lmasam erim ruxsat bermasa-chi deb ikkilanayotgandirsiz. Yoki bo'lmasam foydasi bo'larmikin, o'zi rostmikin deyishingiz mumkin. Albatta o'zgarish bo'ladi. Xudo xolisa men yoningizdaman. Birgalikda harakat qilib, oxirigacha birgalikda kurashamiz va albatta bu sizni qiynayotgan muammolardan xalos bo'lamiz. Bu munosabatlarga har qancha pul sarflasangiz kam. Chunki sizni turmushga chiqishingiz va er-xotin munosabatlaringizga masalan hech kim aralasha olmaydi. Buni faqat o'zingiz yaxshilashingiz mumkin, faqat o'zingiz parchalab tashlashingiz mumkin. Ayni shu munosabatlarni tiklash uchun nech pul sarflasangiz ham kam. Haqiqatda sizga effekt beradigan kurslik uchun sizni bu dars orqali sog'ligingizni qanchalik tiklashingizni tushuntirib ketdim. Ya'ni siz sog'ayish uchun, munosabatlarni tiklash uchun albatta harakat qilasiz. Bu siz o'ylagandan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Bu pulga sotib ola olmaydigan narsa. Ya'ni siz intim mushaklaringizni har qancha toraytirib, tiktirib olganingiz bilan baribir yana kengayib ketadi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Har qanaqa muolajaga pul sarflaganingiz bilan ular baribir vaqtincha. Vaqtincha. Siz asta-sekin o'zingiz ustingizda ishlab, bu etapga o'zingiz kelasiz. Ya'ni intim zonani toraytirib, bachadoningizni ko'tarib, yaqinlikni o'zingiz qiziqarli qilasiz. Bekorga bu otzivlarni o'qib bermadim. Sizga o'xshagan ikkilangan o'quvchilar ko'p bo'lgan, to'g'risi. Ular ikkilanib kursga qo'shilishganda va kursdan o'zi kutgandan-da ko'p natija bilan kursni yakunlashgan. Turmush o'rtog'i bilan haqiqatda hayoti o'zgarishiga sabab bo'lgan kurs. Ya'ni sizni bog'lab turadigan narsa intim yaqinlik hisoblanadi. Bu intim yaqinlik qanchalik zavqli bo'lsa, sizga ham, turmush o'rtog'ingizga ham zavqli bo'lsa, shunchalik bog'lanish bo'ladi. Siz kurs emas, haqiqiy baxtni sotib olasiz. Ya'ni siz sog'ligingizga e'tibor bergan holatda kursni sotib olyapman demang. Haqiqatan munosabatlarimni tiklashni, baxtni sotib olyapman deb o'zingizga o'zingiz tushuntiring. Shu ikkilanayotgan, sizni qiynayotgan muammolarni hammasini chetga surib, men kurs emas, baxt sotib olyapman, baxtli hayot sotib olyapman. Shu kelishmovchiliklar, intim yaqinlikdagi muammolarni hammasini parchalab, uje zo'r baxtli hayotni sotib olyapman deb o'zingiz tushunishga harakat qiling. Chunki bu kurs xuddi shunaqa yaqinlikni yana ham siz eng yaqin insoningiz bilan yana ham yaqinlashishingiz uchun sabab bo'ladigan kurs. Turmush o'rtog'im unarmikin, nima der ekan degan savolga mana turmush o'rtog'ingizga tushuntirsangiz bo'ladi. Shu muammolardan xalos bo'lish uchun, go'zal bo'lish uchun men harakat qilmoqchiman deb oldindan tushuntirib, u insonni tilini topib, o'ziga yarasha muomala qilib, tushuntirib, yo'lini qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yaqiningiz bilan ochiqchasiga suhbat qilib, ochiqchasiga muammoni hal qilishingiz mumkin. Men shu muammolardan qiynalib ketdim, azoblanyapman. Sizga aytmasam kimga aytaman deb yaqin insoningiz bilan suhbatlashib, bu muammoni hal qilib, kursga qo'shilmoqchiligingizni yaxshilab tushuntirib bildirsangiz bo'ladi. Endi qarang, sizga shu joyda 25% kurs uchun chegirma bermoqchiman. Ya'ni siz kursni 25% chegirma orqali xarid qilishingiz mumkin. Hozir agar ro'yxatdan o'tib Telegram yopiq kanalga, ya'ni bizni jamiyatimizga qo'shilsangiz, bu joyda siz 25% chegirmaga ega bo'lasiz. Bu anketani to'ldirasiz, quyidagi havolani to'ldirib, o'zingiz joyingizni band qilasiz va yordamchilarimiz yoki men sizga aloqaga chiqaman. O'zim sizni muammolaringiz bilan tanishib, o'rtoqlashib, yaxshilab suhbat o'tkazib,
Agar xohlasangiz kursga qo'shilishingiz mumkin. Va mana birinchi qadam nima? Chegirmani 25% chegirmani olish uchun pastdagi linkni bosasiz. Pastda link turibdi, shuni bosasiz. Shu so'rovnomani to'ldirasiz, ma'lumotlarni kirgizasiz va baxtli hayotni boshlashingiz mumkin. Shu o'rinda sizni baxtli hayotingiz boshlanib ketishi mumkin. Bu faqat o'zingizni qo'lingizda. Shu Telegramdagi yopiq kanalimizga ulanib, 25% chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar hozir harakat qilsangiz, bu sovg'a sizni kutib turibdi. Video rostdan ham foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, eng yaqiningizga yuborib qo'ying. Ya'ni sizdaqa muammoda yashayotgan ayollar buni ko'rib, o'zlariga kerakli xulosani olishsin va hayotini o'zgartirishiga siz sababchi bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Sizni kursda kutib qolaman. Baxtli hayot o'zingizni qo'lingizda turibdi. Ya'ni hayotingiz o'zgarishi, siz sog'ayishingiz va munosabatlaringiz yaxshilanishi o'zingizni qo'lingizda. Hoziroq harakat qiling.